Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugungi sanamiz 31-yanvar 2026-yilda hozir Buvayda tumani Oqtom degan qishlog'ida tunakafon ishimizni boshlaganmiz. Sizlarga boshlanish jarayonlaridan bir ko'rsatib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Bugungi sanamiz 31-yanvar 2026-yilda turibmiz. Hozir Buvayda tumani Oqtom degan qishlog'ida tunakafon ishimizni boshlaganmiz. Bugundan mana xudo xolasa bu o'stirma shapkamiz ko'cha tomonimiz. Bu uyimizda darvozaxona bor, bitta koridorchasi bor va ichki shapkalar polni ichkari tomonlar ham bo'ladi. Hozirlarga ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu joylarimiz bitgandan keyin ham ko'rsatib video qilib o'tamiz. Sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Videomizni boshlaymiz. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yupqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03 dan boshlab 04 gacha. 04imiz eng qalini bo'ladi. Hamma yo'g'i ichida deganimizda bir-birimizni hammamiz tushunib olganimiz ma'qul. Agarda tarnov bo'ladigan bo'lsa, tarnov olinmaydigan bo'lib, shunaqa holatda bu olinib ketyapti tarnov. Agarda olinmaydigan bo'lsa, tarnovni tagidan duolgacha bo'lgan fason shu tunakafonimiz, shuni ichida hamma yo'g'i bo'ladi. Shu necha kvadrat mana bu shapkamiz 30 metr uzunligi, eniga duoldan tarnovni tagi 80 sm. Xuddi shunaqa holatda tarnov bo'ladigan bo'lsa, shu holatda shunda hisoblanadi kvadratga. Tunakani hisobida hisoblanadi. Bo'ldi, shunda hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Shunaqa holatda bu. Xudo xolasa boshlaganmiz. Bu joyimizga polni ko'cha tomonimiz, ichkari tomon tarnovlar qo'yiladi, tarnovlar olinadi. Bu joyimiz plastik bo'lgan, plastiklarni uyda egasi o'zi yechib chiroyli qilib bizga ishlashimizga tayyor qilib qo'ygan. Hozir tarnovni yechadi, tarnovdan keyin yangi tarnov qo'yiladi va bu joyimiz chiroyli, xudo xolasa go'zal fasonlarda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga xudo xolasa bitgan jarayonlarini ham qo'yib o'tamiz. Endi haliga tushunib olganimiz ma'qulda, imkon boricha xalqimiz uchun misol harakat qilamiz, to'g'ri tushuntirishlik uchun. Shunaqa holat. Hozir ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Qadrdonlar, ichkari darvozaxonamiz va o'stirma shapkamizni ko'rsatib o'taman. Bu darvozaxonamizga ham chiroyli go'zal fasonlarimizdan birini qilib beramiz. Ichkari tomonlarimizga ham tarnovlar qo'yib beramiz. Bu ichkari tomonlarimiz ham bu joyimiz ham tom bo'lib qo'shilib ketadi. Bu joyimiz ham fasonli go'zalidan bo'ladi. Tarnovlar olinib, yangi tarnovlar qo'yiladi. Bu tomonimiz o chekagacha bo'ladi. Chiroyli qilib beramiz. Ayvonimiz ham bu, koridorchamiz ham tunakafon bo'lib ketadi. Darvozaxonamiz tunakafon bo'ladi va ko'cha tomonimiz tunakafon bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatimiz, nomerlarimiz ekranlar tagiga qo'yib qo'yamiz. Aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.